Mana shundan o'zi saroy mullalar saroy mullaligini bildirib qo'yadi. Ya'ni ishga soqolda nima daxli bor? Ular aytishi mumkin, ha chunki davlat ruxsat bermayapti mana shu soqol bilan ishlashga. Ha unda davlatga gapirish kerak edi. Nimaga ruxsat bermayapsan? Soqol nima xalaqit qiladi ishga? Bugun qarasang bir prezidentlar soqol qo'yib prezidentligini ham qilib yotdi-ku, kofirlardan ham hattoki. Soqol nima daxli bor ishlashlikka? Ya'ni bu shu oyda ko'rsatsak barmog'ingga qaraydi degandek, bu talbisul haq bil botil, haqni botilga aralashtirishda. Haqiqatan shariatda odam ahli oilasini ta'minlash kerak, lekin soqol ishga xalaqit bermaydi-ku. Yoki xuddi shunday mana hijob ishga xalaqit bermaydi-ku. Bu endi o'sha davlatni qilayotgan zulmini gapirishni o'rniga odamlarga to'nkash shuni aybini, ya'ni buni davlatga gapirish kerak, odamlar ishlasin, soqoliga nima ishinglar bor, soqoliga xalaqit bergani yo'q-ku ishga deb davlatga gapirish kerak. Gapni ular odamlarga gapiradi. Davlatga gapirish kerak, gapni ular odamlarga gapiradi. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, bir mashhur saroy olimining ma'ruzasida shunday deyilyapti: soqol qo'yishlik shunchaki sunnat, lekin pul topishlik farz. Pul topmayotgan farzand u gunoh qilyapti. Ota-onani boqishlik, gaz svetni pulini to'lashlik sizning zimmangizdami? Agar siz har kuni pul topmasangiz, har kun bo'yningizga gunoh yoziladi. Sababi bizni bolaligimizda ota-onamiz boqqan, endi biz ularni xarajatini ko'tarishimiz farz dedi. Bu qanchalik to'g'ri, pul topish farzmi debdilar. Birinchidan, kishi o'zini ahli oilasini ta'minlashligi haqiqatan shariatda buyurilgan narsa. Masalan, Alloh Qur'onda aytgan mana: "Yunfiqdu sa'atin min sa'ati." Boy odam boyligicha nafaqa qilsin. Rizqi tang odam boricha Alloh bergan biror insonni bergandan boshqa narsaga javobgar qilmaydi degan. Ya'ni toqatdan tashqari narsani buyurmaydi. Boy-boyligicha, kambag'al holicha nafaqa qilishi haqiqatan farz. Va xuddi shuningdek Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Ibda biman ta'ul." Oilangdan boshla deganlar, ya'ni nafaqa qilishni. Oilang och bo'lib turib ko'chadagi olib chiqib berma degani bu. Va xuddi shunday yana bir hadisda: "Kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut." Kishi ovqat beradigan kishilarni zoyi qilishligi unga gunohkorligiga kifoya deganlar. Ya'ni kishi uni qo'liga qarab o'tirgan, yeb ichishi shu qo'liga qaram bo'lgan odamlarni zoyi qilmasligi kerak. Unga shu ota-onasimi, xotin bolalarimi, aka-ukalarimi, kim bo'lsa ham kiradi, ya'ni uni qo'liga qarab o'tiribdimi, odam o'shalarni zoyi qilmasligi kerak. Bu qachon aytilgan? Kishi masalan o'zicha nafl ibodatlar qilaman deb, sunnat amallar qilaman deb, mana shu narsalarni tark qilib, zohidlar bo'ladi-ku, ya'ni taraka dunyo qilib, rohiblik qilib ishlamay, ana shunaqa o'rinlarda aytilgan. Lekin endi bu yerda hozir meni bir ajablantirgan narsa, soqol qo'yishning nima unga ahamiyati bor? Ya'ni soqol qo'ygandan ko'ra sunnat qilaman deb borib ishla demoqchi bo'lyapti-da. Mana shundan o'zi saroy mullalar saroy mullaligini bildirib qo'yadi. Ya'ni ishga soqolda nima daxli bor? Ular aytishi mumkin, ha chunki davlat ruxsat bermayapti mana shu soqol bilan ishlashga. Ha unda davlatga gapirish kerak edi. Nimaga ruxsat bermayapsan? Soqol nima xalaqit qiladi ishga? Bugun qarasang bir prezidentlar soqol qo'yib prezidentligini ham qilib yotdi-ku, kofirlardan ham hattoki. Soqol nima daxli bor ishlashlikka? Ya'ni bu shu oyda ko'rsatsak barmog'ingga qaraydi degandek, bu talbisul haq bil botil, haqni botilga aralashtirishda. Haqiqatan shariatda odam ahli oilasini ta'minlash kerak, lekin soqol ishga xalaqit bermaydi-ku. Yoki xuddi shunday mana hijob ishga xalaqit bermaydi-ku. Bu endi o'sha davlatni qilayotgan zulmini gapirishni o'rniga odamlarga to'nkash shuni aybini, ya'ni buni davlatga gapirish kerak, odamlar ishlasin, soqoliga nima ishinglar bor, soqoliga xalaqit bergani yo'q-ku ishga deb davlatga gapirish kerak. Gapni ular odamlarga gapiradi. Ikkinchidan, inson shunaqa qilib ishlashligi o'zi farz bo'lgan taqdirda ham xo'p. Lekin ishlashlik agar farz ibodatga to'sqinlik qiladigan bo'lsa, shariat unga buyurmaydi hech qachon. Alloh Qur'onda aytgan mana: "Va amur ahlaka bis salat wastabir alayha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk." Ahlini namozga buyur. O'shanda bardavom bo'l, sabrli bo'l. Biz sendan rizq so'ramaymiz, balki seni rizqlantiramiz degan. Nahnu narzuqukum va iyyahum. Sizlarni ham ularni ham biz rizqlantiramiz degan. To'g'ri, rizqlar sababga bog'langan, lekin nima uchun Alloh shu yerda masalan namoz, ahlini namozga buyur deb, keyin davomidan biz sendan rizq so'ramaymiz deyapti. Nima bog'liqligi bor buni? Buni bog'liqligi shundaki, sen o'zi nima uchun yaratilganingni unutib qo'yma endi rizq topaman deb. Sen asli namoz ibodat uchun yaratilgansan. Ishing ana shu ibodatingga to'sqinlik qilmaydigan ko'rinishda bo'lsin degani bu. O'zingni ham, ahlingni ham mana shunaqa qilib ishla va ishlat. Ibodatga to'sqinlik qilmay, biz seni rizq beramiz, ochingdan o'lmaysan ya'ni. Odam osiylik qilganda Alloh unga rizq beryapti,
Toat qilganda bermaydimi? Man shuning uchun ham mana bu yerda o'sha namozga, ya'ni rizq bog'lanib kelyapti. Bular esa shuni ajratishni istaydi. Go'yoki siz toat qilsangiz rizqingizdan ajralib qolar ekansiz. Ma'siyat qilsangiz go'yoki rizq kelar ekan. Mana bu odamga aytyapman, soqol qo'yishlik sunnat debdi. Bo'pti, o'sha sunnat. Sunnatga amal qilsak rizqimiz qirqilib qoladimi? Qirqilyapti-da desa, kim qirqyapti o'shanga gapirish kerak. Davlat qirqyaptimi, bo'ldi, davlatga gapirish kerak. Buni sunnatiga amal qilaman degan odamga gapirilmaydi-da. To'g'ri, bir odam shunaqa deb ishidan haydalib ketsa, bu o'zini ishi endi, o'zini vazifasi bu. Shunga yarasha u ehtiyotini olsin, mayli shariat unga ijozat beradi. Lekin buni chiqib odamlarga xuddiki bir harom ish qilayotgandek bir gapirilmaydi-da, ya'ni. Umuman bu botil gapligi ma'lum. Shariat hech qachon odam ishlasin deb buni bir ibodatlarini, farz ibodatlarini ham hatto zoya qiladigan darajada ishlashga buyurmaydi, lekin nafl narsalarni qilaman deb, man kechasi bilan namoz o'qiyman deb, kunduz bilan ro'za tutaman deb, mana shu ishlarni qilaman deb, keyin inson ishidan chalg'ishligi, boshqa narsaga shariat buyurmaydi, ya'ni. Allohu a'lam.